أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يسأل الإبارة أعانه الله عليها. bu bir kişinin babıdır ki so'ramadi o kishi emir olishni, ya'ni boshliq bo'lishni. So'ramasa, so'ramayla o odam nima bo'lib ketdi, boshliqchi bo'lib ketdi. Boshqa odamlarniki talab qilish bilan o'chaqning o'zida bu odamga Alloh taolo shu imoratniki ustiga nima qiladi, yordamchi qiladi. Alloh taoloning davomli yordamida bo'lib, men o odamniki ishlarniki hammasi shu amr bo'lgan, shu boshliq bo'lgan odamniki amrning o'zi mana to'g'ri yo'lga, mana haq yo'lniki ustiga, mana davomli shu yaxshilikniki ustiga nima qiladi, bo'ladi. Men mushlim ustiga nima bappo deydim. Endi yuqorgi babning o'zida bo'ysunish va itoat qilish degan mana shunday babni nima qildik, uningda o'qidik endi. Ya'ni imomga, ya'ni boshqa odamga o odamlar ma'siyat, gunoh, harom bo'lgan bir ishni qilmagan bo'lsa, mana o odamniki beshi bo'lgan bo'lsa, o'chang o'zida boshliq bo'lgan bo'lsa, o odamniki o'ziga jazman nima qilish kerak, gapini anglash kerak, itoatchi qilish kerak deb bir babni o'qidik. O'qandiki buni qarab hamda xani boshqurdigan ishkan deb hamma odam o'zi, ya'ni insonning asli tabiatida bir ikkinchi bir odamdan boshqalardan o'zi ustun ko'rib uni boshqurg'isi keladi. Mana boshqursa hammasi boshqurg'isi kelgan gap. Endi bundoq bo'lsa bana hamma odam boshqa bo'lamdi desa yo'q. Uningki o'zining o yiliqi unda so'rab, unda buni qilish emas. Xalq o'zi bir iste'dod ekan, o'zi bir qobiliyat ekan, o'zi taqvo, muttaqi bir musulmon ekan. Unda o'yadki buni xalqniki o'zi tanlab, mana shundoq silbiy boshliq bergan bo'lsalar, voy obdan boshqalar kelsa, obdan o'qiblar, taqvo, muttaqi, solih bir kishi ekanlar deb, ya'ni bir davlatga yoki bir xalifa yoki bir yerga boshliqchi bo'libdi. Mana bo'lgan bo'lsa, shu kishilarniki shundoq tanlash bilan o'chanizda bu odamniki o'zi to'g'ri ishchi qiladi. To'g'ri ishchi qilgan bo'ladi. To'g'ri ish qilgandan o'chanizda bu odam haqning ustida bo'ladi. Ammo u hokimiyatni boshqarish o'zini zo'rmi-zo'r qurol kuchi bilan bunda evilishniki o'zi nima emas, o to'g'richi emas. Mana u odam mushundoq o'zi haq unmusim unmay ashta to'pik chiqib olib, ashundoq qon bo'lsa, bu odam izb aldanim qoldi, unocho ozdirvadi. Uzoq qolmay vayron bo'ldi. Bu tavadiki lobobning o'zida. Undan keyin islom dinimizda bir yerga mas'ul bo'lishda jazman xalq e'tirof qilish kerak. Xalqcho e'tirof qilib, xalq shu odamning o'zini meni boshqos bo'ladi ekan deb saylash kerak. Ondan keyin saylagandan keyin o'chanizda bu odamning ishi to'g'richi bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. O'chaz ben deb bu odam o'zi ixtiyor qilmagan bo'lsa, qolganlar ixtiyor qilgan bo'lsa, ya'ni demak, bu odamniki rasmiy Alloh qo'rqisi ekan, ya'ni taqvo, muttaqi ekan. Bu kishi bu ishniki o'ziniki mas'uliyati cho'ng ekan. Uning mas'uliyati cho'ng bo'lgandan keyin buniki mas'uliyati men undan tortib olmayman deb qo'rqib bo'lmaydigan gap. O'z istidod olsin. Endi undaq bo'lgan haq uni bayqab, uni voymush bo'lish oldi desa, o'changizda jazman o odamning ishini uchun ubdan qildigan gap. Abdurrahman ibn Samur'da rivoyat qilinadi. Dedi Abdurrahman, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem: "Ey Abdurrahman! Ey Abdurrahman! So'ramag'insan, boshliq bo'lishni sen nima qilma, so'rama. Men boshliq bo'lay deb u qolgan haq unmusi unmay, boshqalarniki yoki o'zing uni qurol nima qilish yo majburlash orqali beshga chiqib oladigan undan bir ishni hargizcha
qilma. Agar sen jazman sen agar shu boshliq bo'lishni mana bir masldanki, bir so'rashdinki, sen uni so'rashdan bilgan bo'lsan, sen o'zing uni nima qilib so'rabsan, men boshliq bo'lsam deb, ashda cho'ng boshliq qishib berib, ashda uni yolverib, uni oq ish qilib, men mushtaqqa bo'lsam, u chog'da qanday qiladi? Vakilta ilayha. Sen shu boshqa o'zingni qo'zat, o'zingga topshirib qo'ysan. Uchun o'zing qilib qo'yilgan gap. Vakilta degan gap puvizda. Ya'ni shu boshqa bo'lgan o'zingni qilib tamoqandikin, seni Alloh taolo shu o'zing qilib qo'ydi. O'zing qilib qo'ygandikin Alloh taolo yordam uchun kelmaydi. O perishtalar uchun evatmaydi. Evet bilgandiki buni har xato, har zulm, har nohaq ishni cho'q qilsan. Qandikin haq buni bilib, andikin hokimiyatning bo'lmaydi, boshqa uchun davomchi qilmaydi. Va agar berilsan sen shu boshliq bo'lishning, mana so'ramasdin. Sen so'ramabsan. Shuni qilgan yo'q ekan. Sen hech qanday bir adab bilan demabsan, ammo shundoq turg'un sana u boshliqni nima qilibdi, bilibdi. Voy, seninki iqtidoring va seningcha taqvo muttaqi, men Qur'on yodagan, dinning nimasini o'qigan, dinda men bu ishda o'qigan bir odam ekansan. Hamda u haq uni nima qilibdi, berilgan bo'lsa, o'chan o'zida Ashtab meni berilgan bo'lsang, o'chan o'zida nima qilsan? O inta alayha. Mana shu so'rash, shu boshliq bo'lishningki o'ziga sen nima tarafdan, Alloh tarafdan sen nima qilsa yordamchi qilinsan. Yordam qilib bilasanki, Alloh hammasini muvaffaq qilib, sen atrofiga ubdan iqtidorli, har tarafdan iqtidorli odamlarni Alloh taolo ashtaq yetkazib berdi. Sen o'xshash odam keladi, kelgandikin unidikin Allohlarni ruhiy tarafdan jazman seni shundoq ilhomlab turgan perishtaning muvakkal qilgan ki. Mushtacho qilsan, mushtacho bo'ladi. Endi sen qachoniki bir ishqa, ala yaminin, nima? Bu yerda bu ishqa deymiz. Chunki u qasam qilmoqchiga ish. Bu yerda qasam qilmoqchiga ish bo'lgandan shu qasam qildigan ishning o'zini taq bu kelajakda uni nima deb atadi, bu yerda yamin deb atadi. Ya'ni sen qasam qilsan, sen bir qasam qildigan bir ishqa nima qilsa qasam u endi boshqa bo'lib, endi nima qilsa o'sha xalqlarga o'zi unmasan unmay, asl boshqa bo'lsa deb boshqacha shu qilib beribdi. Qilib bo'lsa, sen shu jarayonda bir ishning o'ziga men vallahi billahi jazman qilman, yaqinmayman deb ashta qasam qilgan bo'lsang, shuni bilan sen shu qasam qilgan ishningki boshqasini qilman degandiki qilmaslikni, qilmayman degandiki qilish bo'lgan ishni qilsan, uni bu qasam qilgan ishingdan sen yaxshi ko'ribsan. Qarab baxsan, qilmayman degan gapni o'zi qilsangchi obdan bo'ladi ekan. Qilmaslikni qilgan obdan ekan. Unda bo'lgan ekan, qilgan obdan bo'lgan ekan, qilaman debsan, qilmaslik obdan ekan. Unda bo'lgan ekan, ashundoq bo'lib qolgan bo'lsa, sen shu qilgan qasamingdan nima kafarat ber. Uni chu buz. Uni buzib qasamingni nima qilgan? U qasamning o'ziga kafarat bergan. Va keltirgan sen onda bir ishniki bu ish sana nisbatan nima bo'ldi yoki u yerga nisbatan yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lgan ishning o'zini shuni nima qilgan uni keltirgan. Men qasam qantim, onda qantim, munda qantim deb unda nima qilma, qarabchi to'ma deydim. Ya demak, bir odamniki o'ziniki bir yerga mas'ul bo'lish yoki uniki boshliq bo'lish yoki davlatniki rais bo'lish deganidek ishniki o'zini agar uni qoral kuchi yoki boshqa kuch orqali uni zulm bilan mushtaqqa bo'lsa, ya'ni demak u odamniki u ishga mas'ul bo'lishi, chiqib olishning o'zi to'g'ri emas. Chunki unda qilib qolgan bo'lsa, ya'ni demak haq unmusun unmay ashtaq qo'yilgan gap, ya'ni u ishniki beshiga kelishga u odam salohiyati yo'q degan gap bo'ladi. Salohiyat yo'q bo'lgandan keyin u odam shu boshquradigan shu davlat, shu rayon, shu idoraning o'zini u odam degandek boshqara olmaydi.
boshqaramaganda vayron qilgan gap. Vayron qilgandan o qo'l ostidagi u yer fuqarolar xalqlarning o'zi u yer ziyon tortadigan gap. Bu nima ish bo'ladi? Allah o'zan qilar deb u odamningki atrofiga hech qanday bir yaxshi odamni, qobiliyatli odamni keltirmaydigan gap. Zulm aski bo'lgandikin. Kelmaydigan gap bu odamni. Shu Alloh uchun yordamchi qilmaydigan gap. Qilmagandikin u chog'da u idora yoki u rayon yoki u davlat o'zi vayronchi bo'ladi. Hamda u xalq u odam qilg'isi yo'q. Yo'q deb turuvasimi arqibasi degan bo'lsa, u demak u odam bu mas'uliyatni u odam noit qo'rqadigan gap. Qo'rqqandikin, ya'ni demak u to'g'ri qiladi. To'g'ri qilgan gap o'zi istidodli xalqningki necha ming ko'z bo'lgandikin, necha ming kalla bo'lgandikin uni qarab, "Men odam deganni mana odam qila oladi degan gap bo'ladi." Bu odam yo'q degandikin uni xalq bayqagandikin uni rozi bo'ladi, boshqa qilishga boshqasi rozi bo'lgandikin u nima desa andiki xalqga o'zining qo'li e'tirof ma'qul deydigan gap. Shuni qartash uni Allohning yordam qilishiga ash bo'ladi. Ya'ni demak, men islom dinimizdagi bir yerga mas'ul bo'lish, bosh qilish, davlatga rais bo'lish nimaniki prinsipchi mushlim demak u iborat endi. Bu bir adamniki bir kishining bobidirki, so'rdi u kishi imorat, ya'ni amir bo'lishni, bosh qilishni u odamdan qilibdi, so'rabdi. Ya xalqni so'rabdi, men bosh qilib beraysiga deb cho'ng mo'tabar kishilarning yuziga u yer oqish qilib shu yolg'on yovudoq ashundoq deb ashundoq yog'limishchilik qilib men mushtaq cho'kibdi. Qilib yoki o'zining cho'ng davlat ya'ni boshqargan idoraniki odamlarga oqish qilib mushtaq qilmagan ishni qilmay meni oz qilib hammani qanday ashtaq qilib ashtaq men boshqa bo'lsam deb men tahsikashlik qilib ashtaq cho'kkan bo'lsa u chog'ning o'zida bu odamga u ishniki o'ziga tashlab topshirib qo'yildi. O'zi qila deb. O'z qandikin u odamniki, ya'ni demak, nimaga huquq umroq ekan. Huquq obro'y, huquq umroq bo'lganlikin shu huquqniki ashlik taximiman nima qilman, to'pik chiqaman deb huquq egallab olganlikin shu bilan u yerda u ishni o'zi ubdan qila olmay, ubda odamning o'zi atrofiga kelmay, shu o'ttirda andikin bir-birisiga zulm qilishib, u odam to'g'ri ishni qila olmaydigan gap. Qilamay uni uchun vayron qilgan gap. Men mushlimlarga üstelik çok bak. Yine Abdurrahman Samura radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Abdurrahman. Dedi men için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Abdurrahman ibn Samura. Sen her gün baş oluşunu sorak kalma. Bir adamdan ya çok nimeden mesul olan kişilerden ya devlet reisidir. Ya xalqdan öz anını qilib, men boshqa olsam deb zulm qilib, ya mecbur unda xalqdan qilaman deb, kelmening boshqa boshqa olaman deb unda bir ishni cho'qaman. Agar shu boshqa qilishing o'zini sen bir masaldan berilsan, ya'ni so'rash orqali san xalqni qilibdi, beribdi, ya boshqa olgan, ya uni yuqroqqa odam o'zi u huquqni shu beribdi. Bergan bo'lsa, u chog'da sen shu huquq shu mas'ulning o'ziga sen nima qilib qo'ysan, o'zing topshirsan. Özən qılsan, özəni qılsan. Ətrafını hiç qanun müstəbit olursan, zalimçi bolsan. Eğer o hukukunki özünün, başqa oluşun özünün sormasdan beripsən. Yani sormasdan o sorğa adam özü sana beripdi. Kişilik ekipti seninki, özü qabiliyetin var, andaq var deb. Yani müştaqqan bolsa, o çağın özü de o işinki üstüge sanıcı Allah Teala yardımcı qılıb turdu. Yardımcı qılıb turdu. O eğer qasam bir ishqon, qasam qilmoqchi bo'lsang, u chog'ingizda u ishniki qasam qilgan ishniki boshqasini, mana shu qasam qilgan ishniki o'zidan yaxshi ko'ribsan. Unda bo'lsa, yaxshi bo'lgan ishni keldi. Uni qil, mana u qasam qilib bo'lgan ishniki o'zidan buzgandikin, uniga kafaratchi ba. Men qasam qildim, mana ishni men qilmayman dema. Chunki o qilgan ishingni o'zida qilmas ubdan yoki qilmayman degandagi qilish degan ubdan bo'lgandan keyin sen ubda ishni cho'q qilishing kerak. Ubda ishni qilgandan keyin u joyda qasam qilgandan keyin qasamdan qilib bo'ldim dema. Uniki hal qilgan yo'l nima? Uniki o'rniga kafarat berish. Kafarat bersa tugaydi deydi. Shunga ish shu hal bo'ladi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam mushtaqcho dedi.
Yani demek bu boshqa bo'lish degan gapning o'zi mas'ul bo'lish degan kishiniki ustida hukm qilish degan gap. Huquq shu. Ani qil, mani qilma degancha bo'ladi. Bo'lgandan keyin mana bu e'tibor bilan bu odamning o'zi xalq o'zi nima qildi uni voysil bo'lsa debdi. Masalan, hozirgidek saylan binasi qilgan bo'lsa yoki unicho undaqcha qilmaydi bu odam. Mana ashundaq qilish orqali u odam mas'ul bo'lgan bo'lsa yaxshi ish. İslam dinimizin nimasi shu. Ammo buni rasmiy zulm qilish orqali mana uni diktator yurgizib, majbur holatda qurol kuchi yoki kishidan qo'rqitib, men seni boshqa bo'laman deb ashtaqqan bo'lsa, bu to'g'ri emas. U hokimiyat emas. Uning qilmaydi, uni e'tirofchi qilmaydi. Bu yerda bu ishning o'zi faqat islomiy davlat, ya'ni islomiy davlatniki o'ziniki mas'uli, ya'ni boshlig'i, ya'ni rais ya xalifa yoki olmaydi uniki boshqa idora yoki olmaydi viloyat yoki nahiya yoki mahallaniki o'ziga boshliq bo'lish, ya'ni mas'ul bo'lish. Bu mas'ulning o'zida hammasi buni o'rnam qiladi, keladi. Unda kelib ham u yerdagi boshliq deb amir bo'lgandan keyin ya xalifa bo'lgandan keyin u har bir rayon viloyat u yerni boshliq qilishning o'zini men u odam bekatmay oqish qilib odam qo'shamachilik odam qo'yib pul berib pora berib ashunday rishvat berib qolgan bo'lsa u chog'imizda bu odam bu ishni nima emas, u to'g'ri emas. Uni qilmaymiz, uni e'tirofchi qilmaymiz. Buniki gunohi eng ig'irchi bo'ladi. Babu ma yukrahu min al-hirsi ala al-imarati. Bu bir nimasining babıdır ki makruh qilindi unasa. Makruh qilindi unasa nimedin edi bo'lsa, boshliq bo'lishga yer solish. Bir yerga, bir rayonga, bir yerga, bir davlatning o'ziga boshliq bo'lishningki o'zi nima? U makruh. O adam yer solib, men shu huquq talishib, ashta qilsam bo'ldi deb urushib, talishib, o'zi salohiyati bo'lmasimi, haq unmusimi ashta qilgan bo'lsa, islom dinimizda bunda bir mas'ul bo'lishniki, bunda bir boshliq bo'lishniki, bunda bir mana ya xalifa yoki bir idora ya bir yerning binasi bo'lishning o'zi eng nima o xato ish. Bu nima xato ish. Uning uchun agar ashta bo'lgan bo'lsa, hozirgi mana islomiy davlatning bo'lgandek uni bir nima qilgan gap o'chamizda xalqi saylab qilgan gap. Ya saylab qilib, saylamning o'zida endi hozir bir o'zgarib ketdi, saylam zodi men qilaman deb taxim Yeristonning o'zi hozir mana demokratiyaning o'zida ishlab ketdi. Asli islomniki nimasida hokimiyat tuzilmasini kema shu saylam masalasi o'zida mushu. U xalqning o'zi u yerda o'zi degandek men hozir ashtab ketgan o'zi ma'lum bir daraja o'zi. Agar u rayon o'zida u odam yaxshi odam o'zi ekanligini bilgan bo'lsa, bir islom dinimizning o'zida hokimiyat ustiga chiqishga, shuningdek shu buncha nima qonun qilib so'rashga mushtaq bo'lgan bo'lsa, u odamning o'zi qolgan bir kishi uni unmaydi. Uni bu vaqtda bu odam hech bo'lmaydi deganda o'ziniki mush tarpining o'zini haq uqtirish kerak. Xalqning hammasi nima bo'lib ongli bo'lib ketmaydi. Asli shu puhra bo'lgan xalqning o'zi hammasi ongli bo'lgan bo'lsa, hozirgidek yolg'on yovdaq gap qilib bir-birisi tanqidlab undaq amandaq qilib undaq cho'q qilmaydi. Undaq qilmagandan keyin har qanday narsaning o'zi uni nima qilish kerak, uni tashviq qilib bildirish kerak. Bildirishga asosan agar ashtaq bo'lgan bo'lsa, agar mush odamning o'rniga agar hozir chiqaman deydi, bu chiqib ketishi mumkin. Bu odam sen mandaqaroq odam. U chog'da davlatga va xalqqa va islom diniga ziyon keladi deydigan bir xil nima bo'lsa, u chog'da bu odam anidikin atrofga odam sil bo'lsa deydigan gap. Degandan u chog'da men bo'laman, mandaq qilib beraman, mandaq bo'lsam deb u chog'da ashtaq qilsa, uning bo'lgan bo'ladi o mohiyatda u o'ziniki iqtidor xalq ba'zi bir qism bilgan bo'lsa, jiqqaq bilmasmi, uni sil bu pasida deb o'zi uchun ashtaq qilib namozat qilib ashtaq ko'rsatgan bo'lsa, u chog'da buni ularni haq tanlagan bo'lsa, u chog'da nima bo'lgan bo'ladi, u chog'da to'g'ri bo'lgan gap. Shuningdek, har nima viloyat, nahiya, har mahallaning o'ziga islom dinimizdagi, islom hokimiyatniki asli boshliq qo'yishniki shaklichi bu. Buni olib, aniki kim yaxshilik qilib o'zini tuqqunib ekan yoki mundaq bir odam ekan deb u yer qo'yilishning o'zi nima emas, o to'g'ri emas. U yerda kim salohiyat olgan bo'lsa,
kimning iqtidori, kimniki aşağıda şu ishni qiladiganға bin so'g'an bo'lsa, buni shu to'pidagi kishilar shu xalqning o'zi nima qilgan gap, uni bildigan gap. U chog'da bu odamning o'zi shu chog'da qilib bersa deb, masalan, cho'ng yuqori tarafning o'ziga ashtak gap ya binashkaran evatish orqali bundaq qilgan bo'lsa, u teximni bo'ladi, yaxshi bo'lgan gap. Endi boshliq bo'lish ajoyib nima o? Shirin bir masala. Rais bo'lish bir yerdan kelgan. Bu bir shahvat. Nima o shahvat? Mana Alloh taolo har bir insonningki o'ziniki qalbiniki o'ziga nimani yaxshi ko'rishningki o'zini Alloh taolo shu insonningki asl tabiatiga shuning uchun yaratgan. Shuni asosan ba'zi odamlarning o'zi pulga omroq, ba'zilari obro'ga omroq, ba'zilari xotinga omroq, ba'zilari mana qo'saqqa omroq, ba'zilari mana mushundaq yaniqi boshliq bo'lishga omroq. Diganda mushtaq nimalar bor. Qolgan narsalarning omroq bo'lsa-mu, bu narsaning o'zi u odam birinchi o'rinda qo'ydi. Buniga erishiman deb, uni deb qilib qolgan narsalarniki o'zini hammasini nima qilgan gap o'chan o'zida buni pido qilgan gap. Shunda ba'zi odamlar mana nima qilgan gap, men mujohid bo'laman, Allohning yo'lida men jihad qilib boshda o'laman, shu qilish orqali islom davlatini quraman, shuni rivojlantiraman degan, men mushu Allohning sevgisi, Allah nima, Rasulning sevgisi deb bunda bo'lgan gap. Ba'zi odamlar shu yo'lning jarayonida men har qanday meni qiyin qistak, har qanday qiyinchilik ahvol bo'lsa-mu, uniga hech qanday bosh egmasdan shuni qarta nima qiladi, davomlashadi. Davomlashgandan andan shu bu harakat qildi. Shuni qarshilik kelgan har qanday qiyinchilik, har qanday bo'xton, har qanday meni qiyin qistakning o'zi u odam nisbatan hech qanday binasi bo'lmaydi. Hech qanday binasi bo'lmaydi. Shuniki qarshiligida andiki qog'ini, masalan, u odam shu narsa yaxshi ko'rsa, unga boshqani bog'im. Masalan, huquq yaxshi ko'rgan bo'lsa, u masalan, nima xutnog'is keladi, ham pulga omroq, ham yigis keladi. U ikkinchi o'rinda. Lekin shu ikkinchi o'rinda bo'lgan narsa aniga ilgir qilaman deb, uning uchun nima qilgan gap, amalga oshirib, uni pido qilgan gap. Yemisam nima huquqqa chiqaman deb, yog'limchilik mushtaqchi qilgan gap. Alloh taolo mushtaqchi yaratgan insonning nimasini. Ba'zilari ashta pul omroq, ba'zilari kiyim omroq, ba'zilari mashina omroq degan edi. Bu asos bo'ladi. Undan keyin qolganlari uning nisbatan ikkinchi o'rinda bo'lgan gap. Shuningdek, bir odamning o'zi mushundaq ham yuqori qashda huquq odamni boshqarishning o'zi nima u tattiq bir shirin, bir xil nima shahvat. U odamning o'zi shu yerki ishxonasi yoki shu yerning o'zidan shundoq o'ltirib odamning atrofidagi odamlar shu qo'l qo'shtirib ashta voy boshlig'im deb turgan bo'lsa, uningki nisbatan boshqa lazzatdimi uningki oldiga o'tadigan u odam nisbatan lazzatchi yo'q. Endi to'g'ri boshqasi bor, u ikkinchi o'rinda turdi. Ikkinchi o'rinda turgan. Men mushundaq qavog'ingizda bunda qilish orqali bo'lib qolgan bo'lsa, o'chandi deydi mabobning o'zida, bu shundoq turib u odamning o'zi. Men ashta herisman bo'lib, men boshqa olsam bo'ldi deb ashta qilgan bo'lsa, u odamning boshqa bo'lishi nima? Harom. Nima harom? Chunki demak, u odamning asos maqsadi bu yerda xalqningki manfaati, islom dinimizdagi taraqqiyoti, shuningdek islomiy davlatning rivojlanishi va gullanishi iborat bo'lgan, mana bu narsa emas. U nima? Uningki o'rniga o'zi huquqdor bo'lib, xalqni o'zining to'piga chiqdim deb, mushunday boshqarishni iborat bo'lgan bo'ladi. U chog'da bu odam ikkinchi odam o'zi haqorat deb, kamsitib, kibrli qilib, menmanlik qilgan bo'ladi. Buningki o'zining bo'ladi, haromchi bo'lgan bo'ladi. Shuni bunday qilishni o'zi deydi, bu bobning o'zida Imom Buxoriy makruh deydi. Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivayet kılındı. Men bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz. Cezmen sizler, men uzak kalmay, baş olsa yerisi olsizler. Bu yerisi oluşmuş ka. Peygamber aleyhisselatü vesselam devrde bu iş bulmaydı. Çünkü o devrin üzerinde hem insan nime sap, hem insan nime sap, o takva, muttaki, salih olan kişi. U men u yerda bosh qo'laman, u desa, uningki mas'uliyati, javobgarligi favqulodda nima yuqori.
yuqori bo'lgandan keyin u odamlar noit sof, solih, men muttaqi, taqvo kishi bo'lgandan keyin bu xalqniki men boshqa bo'ldim degan gap u odamniki butun jamoat kollektiv shakldagi ishning o'ziga men ustimga oldim degan gap. Ham shu umumiy xalqniki uniki kelajakda va hozir uniki manfaati, uniki manfaat ham zararning o'ziga men nima qildim, mas'ul bo'ldim degan gap. Bu odatga nima emas, ish shu emas. Buni qarab u davrning o'zidagi salaflar, u davrning o'ziga nima qildi, ana qo'rqdi. Qo'rqib uchal o'zicha ishchi bo'lmaydigan gap. Endi insonlarniki mana iymoni, taqvoligi mushundoq ojizlashgan vaqt o'zida qanday qildi deb aytmoqsan, hammani boshqa o'g'ini ketdi deydi. Mana bizni Uyg'urlar hammasini bir boshqa yo'q. Bizga biz Uyg'urga Alloh taolo shunday bir nimani berdi ekan. Hamma odam boshqa o'z kelgan. Ajoyib bir ish. Bir odam bizniki bir kamchiligimiz boshqa odamning biz mushta Qur'onni yetsa o'qib turib, shu boshqa bo'lgan shu kishining o'ziga mas'ul bo'lgan kishining o'ziga ham e'tirof qilgan, ham shundaqcha bo'ldi. Oshta bo'lgan kishining o'ziga uniga bo'ysunish va uniga itoat qilish deydigan bir xil tushuncha yo'q. Bir xil amaliyat yo'q hammasida. Shundoq bo'lgandan keyin uni tillayotgan, nimqatgan, uni unmayotgan, yin birinchi qurayotgan. Hammasi aniki bir boshqa o'zib ketgan. Mushtaq sharikda. Mushtaqcha uchun. Qolgan millatga qarab boqaydi. Mustaqil bo'lgan davlatlarniki shu davlat yashayotgan shundoq cho'nglar, ahli ilmin va undan boshqa osh kishilar qarab topaqaydi shuni degan o'ziniki davlat mas'ullarining o'zini va boshliq va yuqori tabaqadagi oliy hurmatli kishilar ajoyib hurmatlaydi. Uni nima itoat qildi, nima shu ma'qul deydi. Bizniki ko'pincha hammasi unday emas. Bizim köpüğümüz hemimiz kişiden okup kalsak, ya ki pul tep kalsak, ya ki gepimiz bana arap kalsak, ya etrafı adımız oluşup kalsak, şununla uçağımızda gepini işe yapıp da kıgalamada hala tutup kalsak, uçağda hemimiz neyim olan gep, başka olmamız gibi kalan gep bir yer. Anladın ki yeni böyle kurup kalkın teşkiller, böyle bir yer bölgünçülük, buzulunçuluk, karış arka, bölülükünü bozup, veyran kırıp, anladın ki muşta işini dava, onun başka işini veyran kırıp, mağuzmaydıgan gep. Mağuzmay anladın ki işini üstü tercihçi, akıcı qarab mağdığın gibi. Bizde Uygur'da belki başka milletin hemisi var. Bizdeki Uygur'da bo'lgan bir xil nima bu? Allah xususiyet. Qarab baksak şunu bildirdi de, bir adam azroq binası o'qib qolsa, mesela diniy tarafdan, u adam hemmini bilgan o'shaymiz deb shu cho'ng ustozning oldin otqashlik qilgan inson, hurmat yo'q. U odamning nimasiga uni hurmatlash yoki uni izzatlash unda bir narsa yo'q. Uni qilsa hamma uniki üstü men bildim deb hattoki diniy tarafda o'qimagan odamning o'zimi bir mo'zzot yoki bir sattrash yoki bir duttorchining o'zi men dinni biladigan kishim deb xalqniki haqqa shu butun umum xalqqa din nomida gap qilgan gap. Men mushundaq nimalar ishlatchu bani. Peygamber sen muşta depti. Cezmen mesela hemen uzak kalmay başka olmak istediği bir devir geldi deydi. Ve buludu andikin bu başka oluş kıyamette silgici puşayman buludu. Cezmen buludu puşayman buludu. Çünkü başka olan kitap hemmeden onun iktidarı, salahiyeti, onunki her tarafı şartları var. O adam bulamay uçağını şeytan küçükütüpsiz başka olsa boğdak dep koyup etrafında qarab hemen çoğu adam o şey dep xanın üstüne hüküm kılgan başka olan muştaq boğan bolsa uçağınızın bu nim boludan deken o adamın üzü o onun salahiyeti yok. O bir ahmak açtaq. Yani üzü başka adam okşaş durup üzü o adamı çoğun kırıp qağanı töven kırıp açtaq qandaki yani bu nimo ahmak. Yani o döt. Unda o'g'ilki bu e'tibora andiki bunga xani ko'zgilmay ashad har xil xato ishni qilib shuna o'lgandan keyin ma dunyoda qolgan hech qanday so'ramaydi. Ammo so'rash vaqtim keladi. Uningdiki bombay tatib qolsa qiyomat qanday bo'lar ekan? Nemishki men boshqa bo'lgandim deb o'chog'ingizda bu ishni o'zi silgi demagan pushayma olib keldi. Pushayma olib keldi degan gapning o'zi nima bu? U dunyoning o'zidan bu durust emas, bu harom degan gap bo'ladi endi. Taniyamel murziyattu ve biyasatul fatimettu deydi Peygamber. Müşkebim depti. Hecebni yakşı bali imitken ayağı. Ve hecebni yaman
meni emchakdan ayrılgan nima bala, yani Fatima, yani ayrıtgan imitishdan balalarını ayırma ağrıgan ayol nimandaq nima eski deb meni payg'ambar alayhissalatu vassalam uni mushtaqchu debdi deydi. Endi nima buda deydi desam, chunki murjiyat degan gap bu bala emitgan ayol bo'lgandan u ajabmi yaxshi bo'ladi desa dunyoda. Dunyoda bala emitgan bo'lsa, u balaninki u ona bo'lgan, ay emitgan vaqt bo'lgan bir lazzat bor. U balam emitib oldim deb, nima? Bu ajabmi yaxshimi shu murjiya degan mana dunyoda. Dunyoga qarab men haqqim qoldim deb hammadan qo'shilib boshqa odamni o'zi cho'nkirib boshqa qismi. Lekin u kishiniki o'zi o'lgandan keyin nima bo'ladi? Hammasi o'xshash bo'ladi. O'xshashlik uni ayrilib o'lgandan keyin hech nima yo'q qilib yalg'ish yozgan gap turum. Nima qabring ichida. Yotgandan keyin uchani bachon uchanchi andikin o'qit aragan uchanichi o eng yomon ish bo'ladi bo'ladi. Deb payg'ambar alayhisolatu vassalam mushtaqchu deydi. Degandan keyin ya'ni demak huquqning o'ziga boshqa bo'lishning o'ziga bak haddidan ziyoda u odam o'zini haddini bilish kerak. Bilmay turib ashtaqqan bo'lsa, buningki oqibati mushta ig'ir darajada cho'q falokat epchoq keladi. Shunga salaflar davrining o'zida jiq olimlarimizning o'zin bosh qo'ymasinki, ya qozi, ya mufti, yoki bir yer bilan so'nmasi sababi shuki. Buningki mas'uliyati agar ashtaq bo'lib qolgan bo'lsa, unchangizda men o'zing deginda qilmaydigan gap. U har qanday vaqtda bir hokimiyatning tahdidi bir yer huquq tutdi degan gap, ya'ni shu odamning ash degan gapni ijro qildi degan gap. Degan bo'lgandan keyin ular u yerdagi ahvollarni bilib, masalan, Imom Azam qatorliq olimlarning o'zimi qozi ubbasi unmay, ya'ni kunda nechidan dariyib ashtaqchi bo'lgan. Men mushtaq bo'lishi va uni boshqa oyatni nima? Jiq masala. Kunimizda shu. Kunimizning o'zida mushtaq ahli ilminiki, mushtaq bir huquqniki o'zi mushtaq bo'lmasi sababi ash tarafdan. Bo'lmasa ularning nimasi bor? Huquq tutib ularningmi shunda qolgan odamlar qilg'usi bor. Shu bor. Lekin unda bu qolganlik bilan uningki mas'uliyati degan favqulodda ig'ir. Bu faqat o'ziniki ahvolining o'zini o'lgandagi qanday o'qish, qanday bo'lish hammadan uni kafolat qila olmaydi. O'zimni quvvatlash qanday bo'ladi? Unda o'lgan yin bir qolgan qo'l ostidagi fuqarolarning ishini bu odam men qildim deb, shu odamning ishini qilib berdim deb, u odamning qanday bo'lganini o'zi u odam u yer qanday qutuldi, qanday hisob beralaydi o'changizda. Men mushriq qargan vaqtida shunga salaflarniki davrining o'zida ashtaq ahli ilmi, ashtaq katta kishilarniki ashtaq qozi bo'lish yoki boshqa huquqni tutish unmasin sababi men mushriqning uchun iborat bo'lgan. Buniki sababidan andikin islom dunyosida men ahli ilm bo'lgan rasmiy islomni vakillik qilayotgan kishilarning o'zi hokimiyatdan bir qator yiroqlashish ahvoli bo'lib xulafo rashidning davridan keyin shu kelgan. Xulafo rashidning davrining o'zida rasmiy ular nimetdi ahli ilmiti deyiladi hozir yangi bizning tilimiz bo'yicha olimti. Uni nimetdi ajoyib taqvo, muttaqi Qur'on esa aynan shunday hukm qilib, shu bo'yicha tushib shunday qilgan odamni aytdi. Bu odam o'g'ankin o'chanizda mana kim binasi qil degan bo'lsa, shu 4 xalifaninki yoki 5 xalifaning birisi o'chani ishni qildi. Uningdan ayrilib ketgandan keyin uningdagi podshohlik mas'ul mana boshqa o'zi meros shaklida qolgan, shakl o'zgarib ketganligidan bu e'tiborda shu jiq olimimiz bu yerda shu bunda huquqni tutish unmagan. Chunki odat kishi emas. O'zimizniki bu dunyo qanday qo'shib o'zini o'lgandan hatto payg'ambar men nim bo'lishini bilmayman deyotsa. Opirib men o'zimni qanday qilgan ikkinchi bir odamni ishdim. Men sening vakolating uchun men qilaman, ona qil, ma'ni qil desa bu gapningki nemisini o'tisi qanday chiqadi? Buni o'ylab aniki shu unmaydigan gap. Aslida unmay mushtaq qilish tarafi bir tarafdan bunday bo'lsin, yana bir tarafdan asli islomniki huquq masalasining o'zida, mana shu hokimiyat masalasining o'zida aslidan ashundaq men o'rlib ketishlik sababi mushadiki chiqqan. Mushadiki chiqqan. Chiqqatganda qanday qo'llanadi ekan, uni o'rniga boshqalar chiqib, shuna islomniki rasmiy hokimiyat shaklini buzib, ondan u yerda rasmiy to'g'ri bir adolat bir shaklda bir hukm surilmay, shu ular o'tir zulm bir-birini qaqshitib mushtaq qilgan ish shu nima qilgan paydochi bo'lgan.
Onun qatta asli shundaq odamning o'zi, ash layoqat bo'lgan ash odamning shundaq chiqishi kerakdi. Ebu Musa radıyallahu ta'ala rivayet kılınıdan. Dedi Ebu Musa. Kirdim ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni kışığa men ve iki adam benim kavmimden. Yani Yemen'den boğan men iki adam, üçümüz Peygamberimiz kirdik. Kirgendeki iki adamın birisi dedi ki emmirna ya Resulullah depti. Bizde emir kısa ya Allah ya Resulullah. Baş kısa bizine. Ya Yemen'e vali kılamla, ya bir kazi kılamla, ya ki komandan kılamla, aşağıya bir nesi şu kısa bizde. Biz hukuk tutulu, başlık oldu, emir oldu, depti. Demek bu adamların ki nemisi de, kallısı da, nemeyken hukuk en kattık, tatlık nesiyken. Bunu talep kıttı. Yerisi geldi yani. Yerisi o kadar Peygamber bunu bilgeldi ki, Peygamber dedi ki, ve birisi mi şunu okşaşın dedi. Ebu Musa da değil mi? Digendeki Peygamber dedi, cezmen biz. Biz digenimizde Peygamber'e men demedi. Biz digen, bana vakaletten devlet kurgan, hakimiyet yürüzgen, minindek, yani İslam hakimiyet, minindek yürüzgen, kalan hemimiz biz olumuz. Yani kıyamet şuna olur. Biz İslam hakimiyet töpüzge, beni hakim bulup, beni müştak halife bulup, Peygamber sallallahu onu ve halife bulup, müştak boğan kişilerdeki bu tarafı tutkan siyaseti neyme? Müştak, yani ki sorulan kişilerin üzerine bir yerge hukukçu vermeyimiz. Yani vadi kılmayımız, hukuktarçı kılmayımız, onun için başlıkçı kılmayımız. Bizim prensibimiz o. Ve şu hukuka, şu mesuliyetke her soğan kişilerin kılmayımız, o yerge vadiçi kılmayımız, mesul kılmayımız. Biz İslami devletimizinki, yani Peygamber şu anda İslami devlet kurgandaki bizdeki İslami devletimizdeki prensipler muşa. O yerde akış kılıp kendi kımbağa iş kanmay aşağıda, oy dep aşı, o tahsikeşlik kılıp biçare adam, ben aşağıda hak koyup pul verip aşağıda kılışın üzerine, eğer bunda adam yüzü hata olur dene, bunu hatta şu an aşında bir mesul ubdan adam boğan olsa, unda bakan adamın bir yer vali ya ki mesul olup, ya idarın ondan mudaklışı katli bulmaydı. Günün bulmaydı, katli bulmaydı. Onu kıldığı işleme, kımıgan, işte kaynak tatip doğan adam iktidarını boğan olsa, salayet boğan olsa, onu kıp ketalaygan olsa, o yerde hakkını sonra, kimlik kılımız der, o canı hak talep kılan adamın şu kuyuşu gerek. Ondaki doğrusu vücudu çıkıyor. O erismenlerden yazmanın məqsədi yaman. O doğrucu bulmaydı. Yani bu İslam dinimizdeki hakimiyetindeki bir yerge mesul adamlarını koyuş, o yerge o adam bu adam belirleştiğindeki prensip meselesi müşendi. İslam hakimiyeti olan bolsa. Babu menisturiye raiyeten pelem yenseh. Meni bu bir kişinin babıdır ki, meni ustur'iye, yani başlık buluşka talep kılındı, yani bekitildi o kişinin bir puhrağa. Bir puhranın gözüge bir xalqını kıptı, o adamın başlık olsula, dep o hakimiyet taraftan, ya ki emir umarala, ya ki halifi taraftan üzdün nim kıptı, ya şu xalq taraftan, o çağınızda nim kıptı o adamını tallanıptı. Yani o adam nim kıptı ustur'iye, yani onun için muhafizat kılıp, yani siz hafız olsa, senin olsa, başkan olsa, başlık olsa, dep aşağı degen olsa, degendeyken o adam üzerine kıptı, pelem yense. O adam şu halk itibarla, ya ki hakimiyetin töpüsü kişilerinki, mesul kişilerinki itibarla, o adam, şu adam nime deyten maaşlar kılalaydı. Resmi bu adam adil adam. Doğru kılalaydı, Allah'ın korkudan. Yani bunun iktidarı var. Başını işini şu ketalaydan dep açtakkan bolsa, o adam şu hukukun evelep bu adamın üzerine buptan deyin samimi olmaptı. Samimi olmalı planensen. Şu diyen arzuğa asasen kılmagan bolsa, o çağın üzerinde bu adamın günahı kandak oldu. Yani o adam günahı kandak oldu. Onun günahı mene tövende yetiştirgendek en iğirçi buludu. İğirçi buludu.
Hasandir rivoyat qilindi, Hasan Basri. Shuningdek, jazman Ubaydulloh ibn Ziyod, Ubaydulloh Ziyod degan odam yo'qlab kelgan edi. Bu odam Maqal ibn Yasar degan sahobaning o'zi o'lib ketgan kesilda bu odam yo'qlab kelaman deb men Ubaydulloh ibn Ziyod degan odam chu ketdi. Maqal ibn Yasar degan katta bir sahoba kelgandan keyin dedi, şu yana Ubaydulloh ibn Ziyod degan odamga Maqal ibn Yasar degan sahoba shunday debdi. Endi bu Ubaydulloh ibn Ziyod degan gap odamning o'zi shu chon o'zida yana qiyin. Mushu Umayya tarafida qo'yilgan bir qo'mondon bu. Ubaydulloh ibn Ziyod degan gapning o'zi Hasan Basri rahmatullohi alayhiniki, nima? Husayn roziyallohu anhu beshni olgan qo'mondon shu deymi? Uçağımızda bu adam Muaviye'ninki zamanında emir, Basra şehriga emir bo'lgan adam ekan. Muaviye roziyallohu anhu zamanında hem o'g'li Yazidning zamanında Basraga vali bo'lgan adam ekan. Hem Basra'niki valisi bo'lgan adam, men sahoba bo'lgan kishiniki qishga og'ir qog'ot yo'qlab cho'kibdi. Yo'qlab kelgandiki sahobaning odati mundaq. O Ubaydulloh ibn Ziyod degan odamga Maqal ibn Yasar degan odam o'la vaqtning o'zidami tovanki gapni shu debdi ekan. O boshqa jimmi to'may menda adolat kishilar. Deb jazman men sana bir hadisni men sana deb bermanki, buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan men anglagan. Men payg'ambarim anglagan bir so'zni men hadisni men sana deb beray hozir. Angladim men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindi. Payg'ambarimdan anladim ki deydi payg'ambarim. Ma min abdin istarallahu ra'iyatan falam yahutta bi nasihatin illa lam yajid rahiyatal jannati debdi. Mush gapni anladim deb, shu yana Ubaydulloh Ziyod degan odam Basrniki valisamdi. Yani Basrniki valisi degan gap hozirgi Iroqniki janub tarafdagi kishi nima u bir shahar. U chog'da shu Iroq tarafning Iroqniki oyiliki İran tarafning o'zini Basra bilan Kufaninki o'zi nimaga cho'ng markazi. Yani aşağıda nima qildi, uni idora qildi. Uniki muavin savr zamoni bo'lgan vaqtida uni shu sharq tarafniki bir bölgesinin, yani rayonun o'zining boshqarilgan shtat boshliq ketgan u shaharni. Ammo Ömer roziyallohu anhu zamanida mana u vaqtimizda uniki davrimizda ikkinchi paytaxt bo'lib, Kuflan shu joyda qurilgan bir shahar. U demak, yani cho'ng bir o'lkaninki nimasi o beshi. Cho'ng bir o'lkasi o'g'adan men mush hisobini qilib kirib, ashla tug'a vaqtimizda voy ubdan kipti bosh voy deb unda qilmasdan bu joyda haq maydonni tutib, shu mas'ul bo'lgan boshqa odam o'zi qanday qiladi, shu to'g'riliq payg'ambardan olgan gapni o'zida aniq shu yetkazib ketgan. Mundaq odamlar bu. Shundan payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday dediki, yo'q bir bandiki u kishini Alloh taolo bir nima qildi, bir yerga mas'ulchi qildi. Ya'ni ra'iyani boshqaruvga talab qildi. Isapala bobidan bo'lgan ekan. Bir Qur'onning o'zini uni boshqaradigan, uni muhofazat qilib qo'yadigan, meni mushtaq qilgan bir kishidan yo'qki, u odam andiki boshqarib, u odam shu Qur'onning o'zini nima qilmadi, ihota qilmadi. Yani o kişilerindeki bütün umumi işlerin üzerine her taraftan onu egellep, ma işte manıqmanda qılsan qanday olurken, ma adam qandakken, andakken demezsen, hemen başqa aldım bu dep, hazırki dünyadaki rahatlatı men demezsen, işte kan bolsa. Mene o adam şu xalqniki üzerine bir nasihat qilish orqali, rasmiy samimiy bo'lib, ular kuyinish orqali o adamning o'zi shu xalqning o'ziga ashta iyod qilib boshqarib bütün ishlarni hammani o'qib, bunda qilmagan bo'lsa, men ani qilinglar, mani qilsan andoq bo'ladi deb davlatning mana siyosat belgilash va uni strategik dars belgilash orqali xalqniki manfaatini ko'zlab, bu uzun xarakterlik men bunda qilmay, men ashta qilmagan bo'lsa, men ashta qilmagan ashta odam bo'libdi.
Megeri bu qolgan bo'lsa, ishtaq boshqa olgan ekan, Alloh taolo ishtaq boshqa qilib, o xalqni ko'ngliga silib, andiki ishtaq beshga chiqib olgan ekan, u xalqlar kari yo'q, o'zi yap, o'ziki manfaati, shaxsiyati, pul to'lash, obro'yini qilish, o'ziki atrofidagi tuqqanlar deganlar, mushtaq bir kishining o'zini u odam ishtaq qilib, xalqning manfaati hech qanday kari yo'q, ishtaq beshga olgan bo'lsa, Alloh taolo meni qanday qildi odam? U odam mana jannatniki oyat, jannatga kirish oyati tursin, jannatniki purg'ini topamaydi deymiz. Jannatni topamaydi, purg'ini topamaydi. Jannat bilan nadim burildi, necha ming yil yiroqdan cho'p nima purg burilib nim turdi da puraq turdi deb nim bor edi cho'pa. Unda o'tkin u yashkur kiramaydi degan. Endi buni bunda qilishning ustida asl bu odam bir mo'min, bir musulmon. Musulmon odamning mushtaqqa vaqtida egar bu asl kofir bo'ladi. Lekin buni deyishda payg'ambar Aristotelesdan huquq tutgan odamlarning o'zi men mush tarafni diqqat qilsin deb tag'riz deymiz yoki tahdid shaklida ogohlantirish shaklida buni uchun degan deymiz. Bu musulmon odam, bu mo'min, musulmon, islom dinidagi odam har bir buni bilan murtadchi bo'lib ketmaydi. Yoki bo'lmaydi, u odam shundoq bir boshqa bo'lib, uningdagi bu odam xalqni urib talab, mushundoq yeb ichib, mushtoq qilishning o'zi xalqning haqqini yeb, qilishning o'zi nima debdi? Bu halol deb sanabdi. Halol deb mening ishim bo'lgan, men qanday qilsam, men qilmagan diktator yurgizib ishtaqan bo'lsa, u odam dindan chiqdi. Nima din chiqdi? U chog'da rost jannatni o'zini qilolmaydi, odam topamaydi. Men mushkatning o'zini Abdullah ibn Ziyad, Ubaydullah ibn Ziyad debdikan. Shu chog'da amir bo'lgan odam bu. Basirlik. Basir shahrining. Mana endi bir oyatda bu jannatdagi purg'i qiyomat kuni 70 yil jiroq musofadan olindi deydi Peygamber. 70 yil bir odam mangsa, şu 70 yil mangalaydi, şu yerda andiki şu puraydi. Yani u yerga kiramagandiki qattiq jannatga şu kiramaydi degan bo'ladi, gapchi bo'ladi. Endi bir rivoyatda ham Peygamber sallallohu illa harramallohu alayhil jannat degan bir hadis var ekan. Bu hadisin o'zi şu yani maqal yasalniki şu bilan Alloh taolo bundaq odamning o'ziga do'zax jannatning o'zi harom qiladi deydi. Harom qilish demişka, men hozir degandek, u odamning o'zi buni halol sangan bo'lsa, mesela zulm qilsam, qochib urib boshqa qilsam, yivasam mayli, men o'zimni qo'shim kerak deb, o'zimning atrofidagi askarlarim, saqchilarim bo'lgan ekan deb, ashda buni halol sanab, menga unda gapingni deb desa, dindan chiqadi, o'chad harom bo'ladi. Nima bo'ladi? O'chad harom bo'ladi. Yoki u odamning o'zi Peygamber muhkem deyishib, bu yerda bu ishning o'zi ashunda qon bo'lsa, oxiriga opirib bu ishning o'zi u odamdagi do'zaxga kirishgan, jannatga kirmaslik uchun opirdi. Mana bu e'tibora Peygamber bu talaffuzini qilgan, qo'llangan deymiz. Chunki boshqarish degan ajoyib nozik bir ish. Qilning ustida turgan gap. Biz hozir deyapmiz, islomiy davlatningki ichidagi mas'ul bo'lgan boshqalar qolganlar hisoblanib, hozirgi davrdagi islom hokimiyati yo'q ham. Yani demek İslam dinimiz devlet boshqarish, islomiy davlatni boshqarish va uniki idora qilishninki va mas'ul kishilarni qo'yishning desa, mushida prinsip qo'ygan. Bu da men tarixni bu ham musha hechsin mushda o'qib, men adolatli bir shaklda minnet yil nima qilgan hokimiyat surgan. Hokimiyatchi davomlashtirgan. Mushtaqan. Keyingi davlatda bir inson bo'lgan ekan, bu keyingi davlatda bir chiriflashib bo'lan, men uningki yangi zamon taraqqiy qilgan bo'lsa, uni yarasha, uni maslashamay, aşı bir yerda turib olish, mushta menmenchilik, shuhrat parastlik, huquq parastlik iborat bo'lgan, mushunda poshilishlik kelib chiqqan, mushda vaboninki o'zidan andiki kunimizga kelgan musulmonning ahvoli shu mushta bo'lgan. Bundan da Ömer ibn Abdülaziz rahimehullah'ınki tarixini okusak biliriz. O adam qanday. Yaxtab unması, unmusu qilib adam. Şu vaqtida men kechichi
olimlarni aytib shu nima deydi payg'ambar nima deb anglab shu buncha qildimi qilmadimi deb shundoq bir adolat bir davr vujudga ketgan qandaqki xulfa rashidoniki davrida ashta kelgandek babu men shaqqa shaqqallohu alayhi endi bu bir baptır. Bir adamiki mushaqqat qilgan bo'lsa u adam nim bo'lib biz endi kitobul ahkamda ketib olgan bo'lgandan keyin bir adam bir yer bosh qilibdi. Shaman bosh qilibdi. Yoki oilaning boshlig'i, yo idoraning boshlig'i yoki askarning yo davlatning boshlig'i qilibdi. Bu odamning o'zi shu vaqtida qo'l ostida kishilarga nima qilibdi? Davomli qiyinchilik ishlarni qilishga, mushaqqat ishlarni qilishga ashta buyurib, shu siyosatda shuni qildirib, ashta bizning vatanimizga kofir zot kofir shunday qildi o'niki nimasi. Men mushtaq xalqning puhrani o'ziga aram bermay, men mushunda qiyinchilik ahvolni keltirgan bo'lsa, Alloh taolo bu kishiga shunda qiyinchilik keltirdi. Qayerda? Qiyomatda. Qiyomatda qarab baqsa, hammish uniki oldiga kelib, shunda mushkul tug'an, hal qilolmadi daraja, u nima u masala shunda bo'lgan ekan, ashtachu qildi. Mas'ul bo'lgan kishilarimiz amalda kishilarniki o'ziga Qur'on esa ro'y zid kelmasa, ularniki rohat, farog'at shunda yashashga nima qilish kerak? Osonlik yaratib berish kerak. O ishni qil, bu ishni qil deb u bechorani qiynab, seliqni jixsirib uçak başını çık almasa burgaçta qildi yani. Mana onda bir ishni çok qilmaslik çok kerak. Agar ashta qilib qolgan bo'lsa, uçağımızda buniki dal ma dunyoda shunday mushaqqat solib, ig'ir kunlar solgan shu kishilarning o'zini Alloh taolo shu jinsning o'zini jazolab, oxiratimicho qolgan xalqimiz hamma shunday rahat meyib ashta qilsa, bu adam bechora adam hammasini o'zida bir to'salg'i uchrab, bechora o'tmay, yoqirab, ashta shu qilgan. Men bunda qilishga sabab bo'lgan ishni ma dunyoda qilish uchun nima harom. Nima harom? Ig'ir darajada nima ish. Endi shaqqa yushaqqu mushaqqatan deydi. Shaqqa yashuqqu degan gap aslida tuz binasi olgan bo'lsa uni nima qildi? Uni yodi degan gap. Pochilyapti degan gap. Endi shaqqa deb kelgan bo'lsa uning keyin bir ma'nosi mushaqqat qilsa, ig'ir kunik soldi degan gap. Endi ig'irsin nimishqa? Chunki xalq bo'lganki, u odam boshqa bo'lganki, buni qarta to'g'ri bir yo'lda bo'lsa, rohat tuzmangish kerak. Uni opir tusilib, xalqning o'zini uni qildirolmay qolib, go'yo nimqon yog'andek bo'ldi. Bu e'tiboran ashtaq bir ish qilgan bo'lsa, bu nima dedi uni shaqqa deb atadi. Tarifni Abi Tamimiyda rivoyat qilinadi. Dedi o tarif. Men şahit oldum ben Safvan, Cundub ve o Safvan'daki ashabları. Men şu bir sorunğa ne oldu? Hazır kaldım deydim. Men bu Safvan olsa vesiyet kılıdı, o ashablarına ne kılıdı? Vesiyet kılıdı. Şimdi bu yerde Safvan, Cundub diye adam özü şu vaktinde havariclarınki reis iken. Reis iken. Safvan'ın bilimi de, Cundub'un bilimi de. Şu vaktimizde muşu Cundub diye adam, Safva diye adam özünki şu adamlar var. Adamlar şuna vesiyet kıptı. Vesiyet kaldı ki dediler ular. Dediler ular deydi. Aş Safva'nınki ağılları depti. Ya ne adam Cundub diye adamın özün yıllık sahabe. Bu meşhur bir dime sahabe. Hem de bu tarifide Ebi Temime diye eden Safvan'ınki meclisine ona hazır oldu mu Cundub. Şu meclisin üzerinde Cundub ibn Belci, Balici. Nime o Cundub diye meşhur bir nime o sahabe. Yani Cundub ibn Abdullah'ın Beceli sahabe. Sahab diye, Beceli diye elime edem. Sahabe. Şu soruğa hazır oldum. Ve ki bu Cundub Safvan men üzünki hemralığa vesiyet etipti. Anta kılına, mında kılına. Diyendikin bu Safvan'daki hemraları depti. Bu Cundub razıyallahu ta'ala karab
Aya sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bir narsa anladın mı? Depti. Degandikin bu Jundub radhiyallohu ta'olani deptiki anladımı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam deydi. Bir adamiki men sema'a Allahu bihi yevmel kıyame. Bir adamiki anlatsa o adam bir işni. Bir işni halk anlatıp, hak anlap kalsın, bilip kalsın, dep riyo qilish shaklda u odam bir ishni qilibdi. Mayli namoz o'qisin, mayli zakot bersin, ibodat qilsin, tabliq ahkam qilsin, dars o'qisin, o'rgatsin. Buni faqat Alloh rizoligi uchun qilmay, u odam haq meni uchun mushtaq deb qolsin, anglitay bo'ling degan bo'lsa, mana u kishining o'zini Alloh taolo qiyomat kuni qanday qiladi? Ash ma dunyoda oshkor bo'lgan, ashtaq yomon niyati, eski niyati, asqiliqning o'zini u yerda xalqning o'zi u yerda nima qilgan gap, anglagan gap. Nima qilgan rasvo qilgan gap. Sen xalq ma dunyoda va haq anglab qolsa deb o'zing ichki tarafi buzuq. İşki dünyanın üzerinde hak yemeğe şundak eski işini kılsan. Ama hak görünüşünü kılsan, daha yaxşı Müslümanken, ubdanken, belki ubda adamken de bunu da aburu iyi kılış için, tepiş için müştak kandikim. Sen onu yuşurgan, biz hem de kıyamet bir vakitte bizde az yuşurgan neysen kılış arkalık şu adamısının mukatımızını resvaçı katımız. Anlatı mısın hemen de adamtı. Dedi Jundub ve bir adam ya dedi Peygamber ve bir adamı ki bir halkın üzüge muşakkat sağlam olsa, kıyışık aval dolduruptu. Yine onu kıl, yine bunu kıl, aram vermeyin. Aşında kıttı, yüz kuş yetkelamada işini kılızıp açtakkan olsa, ben anlatala o adamga kıyamet günü ne kıldı? Muşakkat işini salıdı. Kıyamet günü işini ne kıldı? Naati o adamga kıyamet günü şu adam işini naati ne kıldı? Ta, ancak kıyınçı adet ekvadı değil. Bu da çok adıdı. Diyendeyken, şundan depto, ma gapni diyendeyken, şundan dedi bu Safvan diye adamniki, yüzniki nimeleri o hesaplar. Depto. Bu Safvan'niki diye adam yüzüne katlı adamken bu başka iken. Maymayeteydi. Şuna o adam depto anladı ki bu sahabeler şu Jundub'kan. Silah depto. Ondan sonra ubdan gap qillar, bizga bir vasiyat qilgan bo'lsa ekan. Depto. Degandikin, men Jundub roziyallohu taolo depdiki, jazman bir nimasiniki avvaliki sesiydi, o narsa insondan uniki qo'shiqdir. Mana yerda qo'ygan vaqtida tunchi qatam sesiydigan narsa nima? Insonning badanining ichidagi qo'saq. Chunki qo'saqning ichidagi narsa o'lgan vaqtda kichik bir narsa qilib qoladi. Qilib qolgandan keyin 2-3 kun bo'lmay tatib qolsa, oldilar bu sesiydigan gap. Bu sesiydi. Endi bir odamiki qodir bo'lgan bo'lsa, odam shuki yemiga faqat bir yaxshi narsani bir halalni yeyishga kuchi yetibdi. Ya'ni bir odam faqat kuchi halalni yeyman deydigan imkoniyati bor ekan. Mushundoq bo'lgan bo'lsa, bu odam mushuncha qisir. Ömrünün üzerinde faqat halalni yeb mushlar o'tib ketsin. Chunki insonniki qo'shig'idagi yana qo'ygan qo'shiq birinchi buraydigan narsa sesiganini qo'saq. Qo'saq bo'lgandan keyin bu yana o'ziga halol narsa, men pokiz narsani yemay, uchoqda o'zida buniki o'rni harom narsani yeb qolgan bo'lsa nima pasqana. U teximi ishtikni qo'y sesib ketadi. Nima sesib ketadi? Endi Tayyibe degani pokiz. İslam dinimizden halal bo'lgan narsalarning o'zini nima deymiz, uni tayyib deymiz. Mana harom bo'lgan narsaning o'zini buzuq, pasqana narsa. Pasqana degan gapning o'zidan bizniki urf odatlarni, ko'zimizni ko'rgan ganda yo mana kirib qolsa, uni pasqana deymiz. İslam dinimizda ma'naviy tarafdan imkon bo'lgandan keyin uning qarta mushtaq pasqana narsaga harom narsani qilgan, günah ma'siyatini qilgan, harom narsani yegan narsalarning o'zi bu nima deb atildi? Uni habis deb atildi. Nima habis? O bir adamiki shuki qodir bo'lsa, shuki hayl qilinmagan,
to'silmay o odam bilan mana jannatniki o'ttirsini. O odam bilan jannat kirishniki o'ttirsini men to'silmay mana olqonniki to'shqisi bilan men bimilli kappi olqonniki to'shqisi bilan qondinki nim qildi o odam to'kidi. Töküdüğün bir kanın üzerinden bu adamlar cennetten bu adam arlığında mana alqıda töküdüğün alqında mı da kanı öldürüp kan ne boludu mana aş kanı töküdüğün bir iş oldu. Men muşda işçi bommusun bu adam dep açtaq adam öldürmediğin amal da muşda kan bolsan o adam bu işini çok kısın. Adam öldürüp çünkü adam öldürüş kan töküş en iğrenme günah. Bu gapni debdi. Çünkü utanın üzerinde uruş tarihçi qo'ygandikin bir adam qolmas murtad yoki menniki men uni deb o'ltiradigan gap. Şuna bu gapni üzerine oyatdagi safvonniki solimlarning o'ziga, sabirlarning men hamroning o'ziga bu gapni shu debdi. Şuna dedim men deydi Abi Abdullah'a. Abi Abdullah dedim ben degende Sahih Buxoriyninki mana İmam Buxoriyning shogirdlari bo'lgan bir mingi nimalar bor shart. Shu vaqtda Buxoriyni o'qidim nati jiqdi. Jiq bo'lgandiki shu Buxoriy rahmatulloh alayhi İmam Buxoriydan olgan bir qancha nimalar bor. Bevosita og'zini nachqatim anglab shu yolg'on patim ular daftar qalam yezib qoldirgan bir xil nima bor. Buxoriyning 1000 yilning oldida ashtaq nusxalar bor. Buniki birsi Perberi. Yin birsi Abu Zar deydi şu şer'i kitabı değil yani. Kerimen nusxası falan nusxası. Şu vaqtimizda Perberi degan adam o'zi İmam Buxoriyninki shogirdi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi debdi. Men yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cundubun dedim ben Abi Abdullah deydi Perberi degan adam. Kim deydi o? Peygamber sallallahu anladım degan gapni kim deydi o? Dep mında o'qib bergandikin bu gapni kim deganini o'qimabdi, o'qimagandikin shuni Cundub mu? Degandikin dedi bu. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi. Nam. Kim o? Cundub. Meni Cundub radıyallahu ta'ala'nın şunday dedi. Bu yerdeki nimeniki, bu yerdeki senetki raviniki sahabinin üzeri Cundub ibn Becri radıyallahu ta'ala'nın için boludu. Deb boşta çoğun nim kıldı degan dedi deydimdi. Yani demek bir adam bir yerga, bir uyga, bir oilaga yoki bir qabilaga, bir mahallaga yoki bir shahar ya bir davlatga mas'ul bo'lgan odam o'ziniki qo'l osti kishilarning o'ziga ashta qiyinchilik ahvollarni zulm qilib, bo'zaq qilib qilolmaydigan ishni ashtaqan bo'lsa, buniki jazosi og'ir. Bu dunyoda agar u ishniki o'zi buni hisobot ilmagan bo'lsa, o'lgandiki qanday qilgandan uniki odamga bütün ishning hammasi bu og'ircha mushaqqat qilgan gibi. Mushaqqat qilgan maqarda do'zax qanday qilamayki deydigan gibi. U yerda jafochi dodida hisobotni berib bo'lmaydi. Unda o'ndikin bir yerga mas'ul bo'lgan odam o'zi yo boshliq yoki xalifa bo'lgan odam o'ziniki qo'l ostidagi kishilarning o'ziga amal bor shu kishilarning o'zi mana bu islom dinimizga uyg'unlik bo'lsa, Qur'on hadisga zid bo'lmasa, men ishni nihoyat osonlashtirib mushtaqlik qilib berish kerak. Sıkıp keçimi gündüz, aşında anı kıl, manı kıl dep, kılamaydı işini kıldırıp, aşta kaşın ağır dertini ben zulüm. Men İslam dinimizdeki hakimiyet şeklinde müştakil. Babul kadai vel futya fit tariki. Bu hüküm kılışınınki, dur ikenliğininki babudur. Ve fetva verişinki dürüst ikenliğinin babıdır yolda. Şimdi buna da tercih kısım oldu. Hüküm kılış ve fetva veriş men qanday oludu yolda. Asıl hüküm kılış diyen gapning o'zi qozi qilgan ish bo'lgani qazo degan gap. Qozining ish bo'lganiki qozi shu islomiy davlatga vakolatan yoki bir davlatga vakolatan shu davlatning qonunni u
qonunga qarshi odamning ustidan hukm chiqarib, shuniga vakolatdan hukmchi qilgan gap. Unda o'g'andikin bu odamning o'zi bir yerda o'ltirib, sal mundaq bir chiroyliroq bir shaklda cho'q qilish kerak. Unda qilmay, u odamning o'zi qanday qilibdi? Yo'lda ketib qolgan bir yer uchqishib qolibdi yoki ketib qolibdi. Shu vaqtning o'zidami yo ular qaragan bir narsa berib, ashtaqa vaqtning o'zida mana ashta bir masala, ashta bir voqea yuz bergan bo'lsa, darhol shu vaqtda u odam yo'lda ketib berib turib, ashta hukm qilgan bo'lsa, bu hukmi bo'lamdi, bo'lmamdi. Endi birsi putya. Putya degan gapning o'zi fatvomi deydi, ham futvomi deydi. Bu nima? Fatvo berish. Qazo degan gap mana rasmiy islomiy davlat ya bir davlat tarafidan o'ziga vakolatdan qonun chiqargan qonunni shu ijro qilish, shu bo'yicha deyish bo'lgan odamning o'zi, agar u odamning qon chiqargan hukmning o'zini uni unmagan bo'lsa, u jinoyatchi u odamning o'zi, davlatning oqisi, u odamning oqisi davlat bor. Davlat bo'lgandan keyin u odamning askari, ham davlatning askari, ham uningki turmushi, ham uning soqchisi bor. Apırıp şu hükümün üzeri şu icra kılmadığın zaten apırıp tutup turmuş olaydan gel. Hukuk var, mecburiyet var. Ama petva çok. Petva diye gaptaki asli bu yenilik diye gap. Yani ettiğin peyda olan gap. Böyle bu itibarla petvanın üzerine ademlik vakanın üzerine bilemağanlıkın diyen diş itibarla bunu petva edip geldi. Onda var ki petva diye gap. Fakat bir adam bir işini bilmeyen olsa dini mesele var. Bir kişilerin üzerine uçağımızda bu yüzü bildiğin bir adamın için bunu sorgan bolsa, sorgandaki bu adamniki aş meselenin üzerinde İslam dinimiz nime deydi? Kur'an ve hadis nime deydi? Allah'ın Resulü bunu nime deyip hüküm kıldı, cevap verdi. Şunu boğan bu adamın nimisi izahati. Nimisi izahati. Nimisi o tavsiyesi. Siz maaşımı dakikadın, man dakikadın deydi. Digendeki petva sorga adamniki yüzündeki nime o? Uçağızda onu kılmagan bolsa, apırt o yelki sakçı yoki o asker kirip onu tutup apırt turmuş solap unda çok kılmaydı. Nima o kılmaydı? Fakat o adamniki şu adamning şu meselenin üzüge Kur'an hadisi asas kılıp bergen nemisi düşentisi. Şahsi düşentisi. Şahsi bir düşentisi olgandikken bu itibarla unda bir hukuk nemisi yok, imtiyazı yok. Ama hükümün şu qazinin hükmününki cezmen onunki nemisi var. Muşu Kur'an ise hüküm kılıdı. Siz muşundak kılmasın, ağır derc cinayet ötküzüsü. Dep uçan boludu, o onunki parkçı olmuşu. Şu işkisini bu yer keltirişi. Ve hüküm kılan dedi, Yahya ibn Ya'mer diye adam yolda hüküm kılan dedi. Yani Yahya ibn Ya'mer diye adamın yüzü, nimiken o, katta bir adamken, Mervede bir emir olgan bir adamken, şu adamniki o'zi qozi yoktuken, şu qozoga ega olgan adamken şu vaqtida bu adamniki o'zi aşağı yo'lda ketib bir adam bilan so'rab aşağı hukm qildi qozi. Unda qildi. Va hukm qilgan edi Shabi rahmatullohi alayh o'ziniki g'o'yisiniki darvosiniki oldida. Ya'ni o'ziniki g'o'yisiniki darvosiniki oldida nim qilgan bir adam kirib, "Bunu qanday qilamiz buni?" deb so'ragan vaqtida, yani aşağıda kiplar, "Maka o'ldi buna mas'ul odamlar chiroq o'ltirib, kas qison" demasdilar. Shu yer chiqiblar, anadagi o'sha hukm cho'qitdi. Ya'ni demak, ashundoq zarur ashta olib qolsa, nima qiladi? O ashta hukm qilishi bo'ladi. Endi bu qoziniki hukm qilish shakliniki o'zi, o'rinniki o'zi hozir keyingi davrimizda alohida qilib ketdi hozir. Keyingi davrimizda alohida mushtaq yasilib, ajoyib bir harakat qilib ketdi. Endi u davrimizda unchalar emasdi. Yo'lda qilamdi, nima qilsa, uning o'rni bor, qilgan yeri bor. Enes ibn Salim ibn Abi Ja'd rivoyat qilindi. Dedi bu adam, "Hech payg'ambar bizlarga Anas Malik radhiyallohu ta'ala dedi. Şu ardiki ben Peygamber aleyhissalatu vesselam ikimiz çıkıyorduk mescitte dedi. Mescitte çıkıyorduk. Çıkkandan keyin uçuşup kaldı bizge bir adam mescitteki hoylisida. Yani bu adam de suddet deyince bu mescitteki supsida. Yani mescitteki aldıda deyince.
masjid darvozaning oldida nima qoldik? Uchqishib qoldik. Uchqishib qolgandan keyin dedi u odam, "Ya Rasululloh, mata soat" debdi. Qiyomat qachonlik bo'ladi? debdi. Degandan keyin dedi payg'ambar "Ma adatdan ha" debdi. Sen o qiyomatga nima tayyor qilding? Nima amal qilding? Sen qiyomat qachon bo'ladi deb o'yinchoq narsa emas u. Qiyomat degan butkul koinotning hammasini yo'qaydigan, bundan mavjudot, bunda amal degan narsa yo'q. Unda o'g'alki bu yer amal qilishing uchun yo'q. Unda o'g'alki uning qarta sen o'lsa u dunyo borsa degan gap. Unda o'g'al bu dunyo sen hozir nemish tayyorlik qilsa, nemish qilding debdi. Aslida payg'ambar alayhissalom qiyomatning qachon bo'lganligini hech kim o'qimaydi. Payg'ambar o'qimaydi, hech qilmaydi. Faqat Alloh bu mas'uliyatni hech qanday farishtam o'qimaydi. Buni faqat ilminingki o'zini Alloh o'ziga nima qilgan, uni o'ziga shu xos qilgan. Qachon bo'lganligi. Ammo uningki oldida bo'ladigan alomatlari, bishini ishoratlari chiqib qolgan ishning meni payg'ambar alayhissalom uning degan. Mushta bo'ldi. Şunun pekende recul istekale debdi. Goya ki yalak adam şu anda nima qildi? Nativek, yani aciz oldu. Yani zayıf nokta uçup kaldı yani. Sal yalak nimisiz. Yani yalak muvaffıksız bir iş uçup kaldı. Hicil. Da digende muvaffık emez bir iş uçup kaldı değil. Çünkü Yohan suanı sorup uçağınızda bu adam Peygamber sen nimi teyya kıldın digendeken vay bu doğru emas suanı koydum nime deb nayt hicil olgan bir iş uçup kaldı. Bu kalganlıkın andaki dedi o adam. Ya Resulullah men bu kıyametke men roz dedim çoğun bir roz tuttum, çoğun bir namaz okudum, çoğun bir sadık verdim deb bu binasını men onu teyya kılamadım. Teyya kılamadım. Lekin Allah'ın Resulü'nü yaxşı görme. Ben muşunu çok kıldım debdi. Bu adam de çoğun bir namaz, çoğun bir rozan degan gapning o'zida bu yerda hergiz bu farz gapning o'zi çok emas. Bu farzdan boshqa men yo'q bir namoz o'qib, bu farz mana Ramazondan ro'zadan boshqa nafl ro'za unda bir ishni undan qilamadim. Degan bo'ldi. Uncha ishni qilamadim. Degandan lekin men Allohning Rasulini yaxshi ko'raman. Degandagi dedi Payg'ambar ma anta ma'man ahabbak. Ma'man ahbabta. Sen unda bo'lsa, kimni yaxshi ko'rgan bo'lsang, sen shuni bilan bo'lsan. Deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam men mushtaqcho dedi. Endi Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ma adam o'zi Payg'ambar alayhisolatu vasallam masjid chiqib yo'lda ketib berib, bu adam Payg'ambardan so'rabdi. So'ragandagi Payg'ambar uçan nima deyapti? Menga bunda o'ltirib chiqardi degan so'rsang bo'lmamdi demassin. Bu nima deyapti uni? Bu nima qilding deb uning qarta javob beribdi. Javob bergandiki yana demak, mushundaq fatvo berish va hukm qilishning o'zi yo'lga ketib berib, yo u yerga bu qolgan bo'lsa, zarur qolgan bo'lsa, uçan o'zi qisqa bo'ladi. Deydi İmam Buxoriy. Hem de yeni bir mesele. Hem de ben Allah'ın Resulü'nü yaxşı görüştüm, başka işin için kılamadım. Fakat şunu kılın diyeyim diyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ente ma'a men ahbebte. Sen yaxşı görgen adamla bile ol, sen dedi. Bu Peygamber'in ayet vakti de bu adamın özü yaxşı görgen inek. Şunu dedi. Hem de Peygamber'in ilk etken deyken uçağınızda biz kim bilen yaşap, kim bilen yaxşı görüp ötken bolsak, o dünyada şunu yapmalıyız. Şu dünyada kimni yaxşı görüş, kimni tarafta buluş, kimninki tarafını tutuş, diğerledek müştak tarafının üzerine inek uçuk bulmuşsak, uçağımızda bana ada andaktı, mandaktı kendi yürüp, onunki meydanı onu avut verip, bana aldığım dersimiz diğerledek. Açdak koysak uçağımızda, kıyamette siz namaz okun aç tarafta turunuz. Onun için bizniki haqiqiy taqvo muttaqi musulmon bo'lganmiz. Bizniki har qanday ishimiz mushnuga vakolatdan, mushni asosgan holatda shu bo'lishi kerak. Unda ongsiz
kim bilasa aldab qo'ysa ma'qul deb yugurib u yerga tarafga o'tadigan men mushtaq qodir deb undoq qilish uchun bo'lmaydi. Babu ma zukira enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun lahu bevvabun. Bu bir nimesin babıdır ki deyildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk meni o zat üçün bir darvaz vançu bulmağa deb zikr qilgan bir hadis var. Biz mushun ustida shu nim qilamiz, to'xtalamiz deydimdi. Endi bu gapni nima uchun qildim? Chunki biz Kitobul Ahkamni ketib boramiz. Kitobul Ahkam degan gapni o'zi mana uningki 5i davlatningki 5i bo'lgan xalifa yoki raisdan boshlab eng tövni men oilachik bo'lgan odamlarningki mas'uliyati va uningki huquqi qanchalik tortib hammasi nima buningda bir huquqchi bor. Bu o'qandikin u odamning qo'l ostidagi insonlar bilan bu odamning orlig'ida jazman fasilchi bo'lmasi kerak. Nima qilmasi kerak? Pas olmasi kerak. U chunki u odam uningki mas'ul bo'lgandikin uning qanday ekanligi davomli orlishib mushtaqi o'tishi kerak. Buni nima qildi? Taqozo qildi. Unda o'g'andikin Imom Buxoriy bu yerda Payg'ambar alayhisolamniki mana shu yotgan shu o'ylarniki oldida hozirgida bundoq nima askar yoki u post qo'yib shundoq qilish orqa qo'daydigan kim kirdi, kim kirmadi deydigan, kimni kirdi, kirdi emas deydigan unda bir ish yo'q deydi. Payg'ambar uchun hech qanday nima qilib qo'ymagan. O'sha darvozani tutib baxmagan. Unda yo'q. Şu vaqtda Peygamber başta battı. Andikin Allah Teala'dan vallahu yasibuke minan nas diyen ayet düşkendikin Allah Teala seni insanlardan qo'g'daydi, saqlaydi degandiki shuna Peygamber öydilla 5'ini chiqarib hey meni yana muhabbet olib mushta qarovullik qilib qotgan insonlar ketinglar mening uyimni oldidan. Allah bizni shu saqlaydi deb uyarıcı qilgan. Yani demek bir adam meni davlat raisi yoki idora yoki boshqa bo'lgan bo'lsa, jazman xalq bilan o'tirsida bu adam u darvoza yetib olgan, mana ma'lum vaqtda ishlaymiz, bamisi unda deb unda çok qiladigan, uning qarta yoki uning posta yoki postkash yani qarovulni qo'yish orqali mana ba'zi adam kirdirmaydigan unda bir ishni çok qilishga çok bo'lmaydi. Asli İslam hakimiyetniki başlık olan, mesul olan kişininki ahvalçı muşun. Herkes o kişininki işki takılıp kalıgan, hazırki devrede onda telefon takılıp kalıgan, gündüz saat 8'deyken, akşam saat 6'da içilip, onun deyki takılıp kalıgan iş kısı çok bulmaydıgan gibi. Ne kısı bulmaydı? Onda iş çok kısı bulmaydı. Asli tabiat bu şu. Lekin insanlarniki nemisen zaman qarab özgür başta to'g'an ekan, o'chanizda qalarmi adam ekan, har xil suiqasd, işte casus, işte xoinlar chiqish orqali o'chanizda buni suiqasd qilib qo'ygandik desa, o'chanizda keyingi Umar roziyallohu taolaning uningdagi sahobaning davridagi nima o'xshash, uni qarta anikan, uniga qarovul, uniga qoldigan men postkash men posta men mushtaq bir narsa qo'ysa, o'chanizda darvoza bilan o'chanizda nima bo'ladi? O durishchi bo'ladi. Shunda qo'ygan vaqtim isidimi? Meni kaskamas adam kirgizib undaqchi kirgizman, mani kirgizman deyishman. Chunki u odamning ishini men qilmaydigan bo'lgan ekan, 24 soat shuningki xizmati bo'lishi kerak. Islomda buni buyurdi. Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala rivoyat qilinadi. Deydi Anas meni o'zininki ahlidan bo'lgan bir ayolga debdi. Tarifine fulana debdi. Siz falan qilim tunimse debdi. O'ziniki ahlidan bo'lgan uchun ayolga yoki qizlarga yoki kellarga degan gap. Shu falan qilimni tunamsiz degandikin u Anas radhiyallohu ta'ala o'tib qolib olgan ayol debdiki tunayman degandikin dedi Anas. Cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ütüp qolgan edi şu ayolning qishidan. Vaanulki bu ayol bir qabrni qashi yig'lab o'tdi deydi. Qabrni qashi.
Ondan Peygamber dedi. İttaqillaha vasbir debdi. Aşağıdan Peygamber ayılık ayağından iri ülüp ketken şeydi. Ülüp ketken aşağıda bir qancha kun bo'ldi. Bir yerda yağlar aşağı yana kapırının kandı. Cahiliyetlerin kandı. Aşağıda kan çekin. Kandaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ütüp kalan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İttaqillaha vasbir. Allah'ı korkun. Yani Allah'ı korkun ki Allah'ı korkudan işini çoğu, Allah'ın ki gazibini kelgan işini ki müdafaa kılgan işini kılın. Yani bunda bir işini kelip, yağlap, vakırap, bunda bir işini kılman. Vasbiri, eğer yeriniz ülüp ketip, yeriniz vaxtida giden iş bulmayın. Mesela eğer günken olsa siz bunu kılayan çıdan. Çıdısınız Allah sizin için çıkış yolu berdi o depti. Bu gapimizi ittaqilla vasbiri dep kısık olsun, mənisi o işte kemrendi. Diğer bu gap hukukluq ayat. Uqqandekin şoňdan dedi ayat. İlekenni depdi. Mana men kaşıldın. Ket diyen gapemdi. Enni diyen gap mendin ilek jirakto diyen gap. Diyen gap bu gapning deyişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qopaladı diyen gapdan. Diyendikin peyneke xilvun min musibeti depdi. Sen man yetken musibettin sen hali. Sen bilmeysen man kelgen musibetini. Hali be boş diyen gap. Yani sen man kelgen musibettin sen hoş. Nima? Boş. Yani sen onu bilmeysen, sen onu okumaysan bunu. Man işini kı depdi. Ya balısım o ya irmandı. Ölgedim. Dedi nima? Enes radıyallahu ta'ala'nın. Şu olan ütüp gitti. Bu Peygamber'den bu ayağını kaşın ütüp ve yürüpçü mandı deydi. Yapmak Peygamber'den. Vay nimdi vat sen? Man tutulandan demekti o. Bu Peygamber. Başlık yapmış da o. Hem de diyen şu ona ütüp kaldı bu ayağını kaşıdan yeni bir adam ütüp kaldı. Yağlap dursa kabrini kaşıdan. Şu an dedi o adam. Makaladaki Resulullah depti. Sizge Peygamber aleyhisselam ne mi dedi depti. Yani bu adam bildikken de ayağını bilmeyken. Diyen dedi o ayağın ma'riftuhu. Ben onu bilmaptım. Ya o ayağının üzeri Peygamber aleyhisselam tanınmasının üzerinden ya pek hadidin ziyade pek hoşunu gitti. Ay adamın gelip binası olmuş kim iken okumaya bir devre oluyor pek gelip pek şeylap ketken. Ya şu sebepten. Ya olmaydı o kişinin o ayağının üzerinden emniyette bu ayağın olan diken belki Peygamber sallallahu köymegen buluşu ya ki o Peygamber sallallahu sorunu bulmamış avazı anlamagan buluşu mümkün. Şu itibarla bu ayağın üzerine mi kıldı bu yerde tanımaptı ben dedi. Diyen dedi o adam cezmen bu kişinin üzerine mi dur o cezmen Allah'ın elçisidir. Yani Peygamber sallallahu diyen şu ona dedi Enes. Bu gapni anlap bu ayağın üzerine andaki hata aşık ve bende şu ona bu ayağın geldi Peygamber sallallahu dervası geldi. Qarab baksa tapamadı. Bu ayol Peygamber'in darvasındaki Peygamber üstüde bir darvazadan tapamadı. Yok hem normal bir işi adamdaki uyda öl. O ya mıdak saklap durduğun, mıdak postrak bekip durduğun bir adam yok. Muhafızat çünkü yok. Yok oğandaki buna hayran kaldık dendi. Asi bu uçağın üzerinde Peygamber aleyhisselatü Peygamber'den bilsin. Yeni bir tarafta Peygamber sallallahu şu vakti İslami devletindeki padişahı, hem reisi, hem komandanı, hem şu adam şu merkeze çıkan. Onda o halde ki bu itibaren bulan, bununki inanı boldu ki şu çağın devirdi bir şeyle. Şunda o padişahın kızıdan netçimin adamın kata tizip aşı, nemin askerlerinin üzerine açta kodan gel. Onu bir adam uyarıcı kelamayan gel. Azı düşen şu. Onda onu bu adamın şuna o şey de basa Peygamber'in aldıda, dervazı ünün aldıda, hiç kanda bir dervazı bir adamı yok. Bunu tapıdım. Yani demek, İslam hakimiyeti olması aslında müştah olan gitmez. Hem adam uyarıda hıyanet, oğru, yançıkçı, hain, casus diye çok yok olur yani. Hemiz pakız. Şoğunan diyendikin o ayağa kiriplandikin depti Peygamber sallallahu ya Resulullah vallahi ma'raftuke kasam Allah'sına tulma işten keptep kuyupti men depti. Diyendik deyip Peygamber inneme sabru inde evveli sadametin depti. Cezmen sabır diyen sabır kılıç deyin gep tunçu kettim sana yetken musibet yetken vaxtı buludu. Sadamet deymen beşi iğir Caranın düşken salim urgan diyen gibi.
Sizga tunji qatim 5 van urg'a vaqtida ondan o'zingizni tutib, shu chog'ingizda ondan o'zingizni tutib olsangiz, ondan bu sabr bo'larkan. Uni siz qilganni qilib berib ayada biz desam unmay ashtaqandikin, u chog'ingizda bu sabrchi bo'lmaydi. deb payg'ambar alayhissalatu vassalam mushtaqchu debdi. Ya'ni demak, men mushayizning o'zida bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima qilmabdi ekan, bir qarovul qo'ymabdi ekan, uyininki oldiga, ayollarining uyining oldiga, ham uni darvozaga qo'ymabdi ekan, uni qarab turgan xizmatchimi qo'ymabdi ekan. Xizmatchi ana u kirib chiqib turdi, unda emas. Ya'ni demak, islom hokimiyatining tuzilmish shakli shu. Unda o'g'ani buni qartamdi. Hozir davrda unda qo'yilsimi, lekin xalq bilan u kishiningki o'ttirisiga aloqani uzib qo'ygan ishlar har kuchi to'xtatmaslik kerak. To'xtatmaslik kerak. Soat 8 bo'lsin, oyoq olsin, moyoq olsin deb telefon taqilib, odamni qo'yib odam kuldimani deb unda qilishga bo'lmaydi. Qandoq bir odamni gap bo'lsa, kiralaydigan, diyolaydigan bir holat uchun bo'lish kerak. O'zi bilan xalq o'ttirisini olib o'tish uchun bo'lmaydi. Men xalqning boshqalar deb boshlig'i deb u xalqning dardini anglab olmasa, u qanday boshliq bo'ladi? Xalqning dardini anglab, uni ichiga kirib, nemish va deb o'qib, andiki maoshni qilsa bo'larkan deb, uni nega andiki hukm chiqarib, uni maoshni qilib, oyda qonun chiqargan ekan. Bo'lmasa o'qimay, o'zi yat bir tomning ichida turib, xalq oyada turib, o'zi xiyoli bo'yicha bir ish qilib, qanday o to'g'ri bir hukm chiqara olmaydi.